Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 16 avgustdan boshlab ko'pchilik odamlarning kundalik hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tartiblar, tekshiruvlar va talablar kuchayadi. Bu gap faqat tadbirkorlarga yoki faqat nafaqaxo'rlarga tegishli emas. Bank kartasi ishlatadigan, kommunal to'lov qiladigan, davlat xizmatlariga murojaat qiladigan, farzandi maktabga yoki bog'chaga boradigan, kredit olgan, subsidiya kutayotgan, jarimasi yoki qarzdorligi bor har bir inson buni bilishi kerak. Men bu videoda sizga vahima tarqatmayman. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgaradi, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi xatolar odamlarni qiynab qo'yadi va eng muhimi 16 avgustgacha yoki 16 avgustdan keyin nimalarni tekshirib, nimalarni tayyorlab qo'yish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p muammo aynan mayda ko'ringan hujjatlar, noto'g'ri telefon raqami, eski pasport ma'lumoti, yopilmagan qarzdorlik va rasmiy ilovalarga kira olmaslikdan chiqadi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni qarindoshlaringiz, ota-onangiz, qo'shnilaringiz ham bilishi zarur. Odamlar ko'p ishlar qanday borardi? Pasportini ko'rsatardi, ariza yozardi, mas'ul xodim qog'ozlarni ko'rib chiqardi. Yetishmayotgan joyi bo'lsa, ertaga keling. Yana bitta ma'lumotnoma olib keling. Telefon qilib bilib oling degan gaplar bo'lardi. Ba'zan bir hujjatda ism bir xil, boshqa hujjatda boshqacha yozilgan bo'lsa ham, odam o'zini tanitib, ishini bitirib ketaverardi. Bankda ham, kommunal idorada ham, mahalla yoki soliq bo'limida ham inson omili katta edi. Endi esa asosiy o'zgarish shundan iboratki, ko'p jarayonlar ma'lumotlar bazasi orqali tekshiriladi. Ya'ni tizim sizning pasportingiz, JSHIR raqamingiz, telefon raqamingiz, bank kartangiz, soliq holatingiz, ijro hujjatlari, kommunal qarzdorlik, kredit tarixi, subsidiyaga ariza holati kabi ma'lumotlarni bir-biriga solishtiradi. Agar ma'lumot to'g'ri bo'lsa, ish tezlashadi. Agar ma'lumotda xato bo'lsa, tizim arizani qaytarishi, to'lovni ushlab turishi, xizmatni vaqtincha cheklashi yoki qo'shimcha tekshiruvga yuborishi mumkin. Ko'pchilikning muammosi shunda. Odam o'zini aybdor deb hisoblamaydi. Chunki u haqiqatan ham hech narsani buzmagan bo'lishi mumkin. Lekin tizimda eski telefon raqam turgan bo'lsa, pasport yangilangan va bankda eski ma'lumot qolgan bo'lsa, kommunal hisob shaxsiy nomga o'tkazilmagan bo'lsa, jarima allaqachon to'langan va bazada yopilmagan bo'lsa, odam kutilmaganda muammoga duch keladi. 16 avgustdan keyingi davrda mana shunday holatlar ko'proq sezilishi mumkin. Asosiy qism bu. Nimalarni bilish kerak, kim xotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin birinchi navbatda bank kartalari va telefon raqamlari masalasini tushunib olaylik. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, mobil ilova yoki shaxsiy kabinet orqali tasdiqlanadi. Agar siz bank kartangizni ishlatyapsiz, lekin karta boshqa odamning telefon raqamiga ulangan bo'lsa, masalan, o'g'lingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki eski raqamingizga ulangan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Chunki tizim sizni aynan shu raqam orqali tasdiqlaydi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi bir fuqaro pensiya kartasini ishlatadi. Karta ochilgan paytda telefon raqami nabirasining nomida bo'lgan. Nabira keyin boshqa raqamga o'tgan, eski raqam esa boshqa odamga sotilgan. Endi bankdan keladigan kodlar begonaga borishi mumkin. Bu juda xavfli. Pul o'g'irlanmasa ham xizmatlardan foydalanishda qiyinchilik bo'ladi. Shuning uchun men birinchi maslahatni hoziroq beraman. Bankka boring yoki bank ilovasidan tekshiring. Kartangiz aynan o'zingiz foydalanayotgan telefon raqamiga bog'langanmi? Yo'qmi? Ikkinchi masala, pasport va JSHIR ma'lumotlari. Ko'pchilik ID karta olgan, lekin eski pasport ma'lumotlari ayrim joylarda qolib ketgan. Masalan, bankda eski pasport seriyasi, soliq bazasida yangisi, kommunal hisobda esa umuman boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Avval bu qattiq sezilmasdi. Endi esa ariza topshirganda ma'lumotlar mos kelmadi degan javob chiqishi mumkin. Oddiy vaziyat. Ayol kishi turmushga chiqqan, familiyasini o'zgartirgan ID karta olgan. Lekin bolalar bog'chasi uchun navbatga qo'yilgan arizada eski familiya turibdi. Subsidiyaga ariza berganda esa yangi familiya chiqadi. Tizim bir odam ekanini tushunishi mumkin, lekin ba'zan qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Shuning uchun familiya, ism, tug'ilgan sana, JSHIR raqami, telefon raqami barcha asosiy xizmatlarda bir xil bo'lishi kerak. Uchinchi masala qarzdorliklar. Bu yerda eng ko'p e'tibor berish kerak bo'lganlar. Kredit olganlar, aliment bo'yicha majburiyati borlar,
sud yoki ijro hujjati chiqqanlar, yo'l harakati jarimasi borlar, soliq yoki kommunal qarzi yig'ilib qolganlar. Agar qarzdorlik rasmiy tizimda mavjud bo'lsa, ayrim xizmatlarda cheklov paydo bo'lishi, hisob raqamdan avtomatik yechimlar bo'lishi yoki arizalar ko'rib chiqilishida to'siq bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam uchun 70 ming so'mlik jarimani to'lagan, lekin to'lovni noto'g'ri rekvizitga o'tkazgan yoki to'lovda qaror raqami ko'rsatilmagan. U o'ylaydi, men to'ladim, masala yopildi. Tizim esa hali ham qarzdorlik bor deb turadi. Keyin u avtomobilni qayta rasmiylashtirmoqchi bo'ladi yoki kredit olmoqchi bo'ladi. Shu payt muammo chiqadi. Shuning uchun faqat pul to'lash yetmaydi, qarzdorlik bazada yopilganini ham tekshirish kerak. 4-masala. Kommunal xizmatlar. Elektr, gaz, suv chiqindi to'lovi. Issiqlik bo'yicha hisoblar uy egasining nomida yoki eski egasining nomida qolib ketgan bo'lishi mumkin. Uy sotib olingan, lekin shaxsiy hisoblar yangi egaga o'tkazilmagan. Avval odam shunchaki hisob raqamini bilib to'lab yurardi. Endi esa subsidiyalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy yordam, uy-joy bilan bog'liq xizmatlarda tizim mulk egasi yashovchi shaxs va to'lov tarixini solishtirishi mumkin. Masalan, siz ijarada yashayapsiz. Kommunal to'lovlarni siz qilyapsiz, lekin hisob uy egasining nomida. Agar siz ijtimoiy yordamga ariza bersangiz, tizim sizning yashash manzilingiz, oila tarkibingiz va to'lovlaringizni tekshirishi mumkin. Bu yerda hujjatsiz ijara, ro'yxatsiz yashash yoki manzil nomuvofiqligi muammo tug'diradi. Demak, kim ijarada yashasa, hech bo'lmaganda ijara shartnomasi, vaqtinchalik ro'yxat yoki uy egasi bilan rasmiy kelishuv masalasini ko'rib chiqish kerak. 5-masala, ijtimoiy to'lovlar va nafaqalar. Bolalar nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, nogironlik nafaqasi. Kompensatsiya kabida to'lovlarda oilaning daromadi, mulki, transport vositasi, bankdagi aylanmalari, rasmiy ish haqi kabi ma'lumotlar tekshirilishi mumkin. Bu yerda kim xavotir olishi kerak? Rasmiy daromadini yashirib yurganlar. Nomida bir nechta avtomobil yoki uy bo'lib, o'zini kam ta'minlangan deb ko'rsatganlar, oilaviy tarkibini noto'g'ri ko'rsatganlar, ajrashgan bo'lsa ham amalda birga yashayotganlar yoki aksincha. Birga yashamasa ham hujjatda birga ko'ringanlar ehtiyot bo'lishi kerak. Lekin kim xotirjam bo'lishi mumkin? Hujjatlari to'g'ri, daromadi rasmiy, qarzdorligi yo'q yoki qarzdorligini o'z vaqtida yopgan. Telefon raqami va pasport ma'lumotlari yangilangan. Manzili to'g'ri ko'rsatilgan odamlar xavotir qilmasin. O'zgarishlar bunday odamlar uchun aksincha qulaylik beradi. Ariza tezroq ko'riladi. Ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Navbatda yurish kamayadi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat to'lov chekini saqlash. Ko'pchilik telefon orqali to'laydi, keyin chekni o'chirib yuboradi. Aslida har bir muhim to'lovdan keyin elektron chekni saqlab qo'yish kerak. Ayniqsa jarima, soliq, kredit, aliment, kommunal, qarzdorlik, davlat boji va ariza to'lovlarida chek juda kerak bo'ladi. Chunki tizimda kechikish bo'lsa, sizda dalil bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat boshqa odam nomidan to'lov qilish. Masalan, o'g'il onasining kommunal to'lovini o'z kartasidan to'laydi. Bu odatiy holat va mumkin. Lekin agar keyin men to'ladim deb isbotlash kerak bo'lsa, to'lov izohida hisob raqam, shaxsiy hisob, qarzdorlik turi to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Aks holda pul ketgan, lekin qarz yopilmagan holat yuzaga kelishi mumkin. 3-nozik jihat ishonchnoma. Keksa ota-onalar ko'pincha bank, pensiya, kadastr yoki davlat xizmatlariga o'zlari bora olmaydi. Farzandlari ularning ishini bitiradi. Lekin rasmiy ishonchnoma bo'lmasa, xodimlar yordam bera olmaydi. Avval tanish bilish orqali mayli, o'g'li ekan deb ko'rishgan bo'lishi mumkin. Endi shaxsni tasdiqlash qattiq bo'lsa, ishonchnomasiz ish yurmaydi. Shuning uchun qarorga muhtoj ota-onangiz bo'lsa, notarial ishonchnoma masalasini oldindan hal qiling. 4-nozik jihat. Bolalar hujjatlari. Maktab, bog'cha, tibbiy xizmat, nafaqa va oilaviy yordamda bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning pasport ma'lumotlari, yashash manzili va oilaviy holat juda muhim. Agar bola bir manzilda ro'yxatda, amalda boshqa joyda yashasa, maktabga qabul yoki bog'cha navbatida savollar chiqishi mumkin. Bu degani hammani qiynashadi degani emas, lekin nomuvofiqlik bo'lsa, oldindan tartibga keltirish yaxshi. 5-nozik jihat. Rasmiy ilovalarga kira olish. Ko'p odamlar men internetdan tushunmayman deb qo'l siltaydi. Lekin bugungi kunda davlat xizmatlari, soliq, bank, kommunal, jarimalar va arizalar holatini tekshirish uchun shaxsiy kabinet juda muhim. Agar o'zingiz tushunmasangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin parol va SMS kodlarini begonaga bermang. Men sizga yordam beraman,
Kartangizdagi kodni ayting degan odamdan ehtiyot bo'ling. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali karta kodi, PIN kod yoki SMS kod so'ramaydi. 6-chi nozik jihat firibgarlar aynan shunday o'zgarishlar paytida faollashadi. Ular qo'ng'iroq qilib, urug'ni 6 avgustdan hisobingiz blok bo'ladi. Nafaqangiz to'xtaydi. Jarimangiz oshadi. Kartangizni tasdiqlab bering deb qo'rqitishi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech qachon shoshilib kod aytmang, havolaga kirmang, Telegram orqali kelgan noma'lum faylni ochmang. Avval rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. 7-chi nozik jihat muddatlar. Ba'zi to'lovlarda bugun to'ladim, darhol yopiladi deb o'ylamang. Bankdan tizimga o'tish uchun vaqt ketishi mumkin. Ba'zan 2 ish kuni, ba'zan 3 ish kuni, ayrim murakkab holatlarda ko'proq. Shuning uchun muhim ishni oxirgi kunga qoldirmang. Masalan, 16 avgust kuni ariza topshirish kerak bo'lsa, 15 avgust kechasi qarzni yopish xavfli. Tizim hali yangilanmagan bo'lishi mumkin. Endi sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasport, JSSHIR tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim guvohnomasi. Farzandlar hujjatlari bir joyda bo'lsin. Telefoningizda ularning suratini saqlab qo'ying, lekin begonaga yubormang. Hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, manzil bir xil yozilganmi? Tekshiring. Ikkinchi qadam. Bank ma'lumotlarini yangilang. Siz ishlatadigan bankka boring yoki rasmiy mobil ilovadan shaxsiy ma'lumotlar bo'limini ko'ring. Telefon raqami to'g'rimi? Pasport ma'lumoti yangimi? Karta faolmi? Kredit bo'yicha kechikish yo'qmi? Agar eski raqam ulangan bo'lsa, darhol almashtiring. Agar kartani ota-onangiz ishlatsa, lekin raqam sizniki bo'lsa, xavfsizlik uchun tartibga keltiring. 3-chi qadam, qarzdorliklarni tekshiring. Yo'l harakati jarimalari, soliq qarzi. Ijro qarzdorligi, kommunal to'lovlar, kredit kechikishlari bo'yicha alohida tekshiruv qiling. To'lagan bo'lsangiz ham yopildi degan holatni ko'ring. Agar qarzdorlik noto'g'ri chiqsa, chek bilan murojaat qiling. Murojaatda qisqa va aniq yozing. Men falon sanada falon summa to'lov qildim. To'lov cheki ilova qilindi. Qarzdorlikni bazdan chiqarib berishingizni so'rayman. Har doim murojaat raqamini olib qo'ying. 4-qadam. Kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Uy o'zingizniki bo'lsa, elektr, gaz, suv chiqindi, issiqlik shaxsiy hisoblari kimning nomida ekanini tekshiring. Eski egasi nomida qolgan bo'lsa, kadastr hujjati. Pasport va ariza bilan tegishli tashkilotga murojaat qiling. Ijarada yashasangiz, uy egasi bilan to'lovlar bo'yicha yozma kelishuv qiling. Hech bo'lmaganda to'lov cheklarini saqlang. 5-qadam. Ijtimoiy yordam oladigan yoki olishni rejalashtirganlar oilaviy ma'lumotlarni tekshirsin. Oila tarkibi, rasmiy daromad, manzil, bolalar soni, nikoh holati, nogironlik bo'yicha hujjatlar to'liq bo'lishi kerak. Agar ish joyingiz bor bo'lsa, ish haqi rasmiy ko'rsatilganmi? Mehnat shartnomasi bormi? Shuni tekshiring. Chunki ayrim arizalar daromad ma'lumotiga qarab baholanadi. 6-qadam, davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishdan oldin hujjat papkasini tayyorlang. Odatda kerak bo'ladigan hujjatlar: pasport yoki ID karta, JSSHIR, telefon raqam, ariza, berilayotgan xizmatga tegishli hujjat, mulk hujjati bo'lsa kadastr, to'lov bo'lsa chek, vakil orqali ish qilinsa ishonchnoma. Agar biror hujjat yetishmasa, xodimdan og'zaki emas, yozma yoki aniq ro'yxat sifatida so'rang. Qaysi hujjat yetishmayapti, qaysi tashkilotdan olaman? 7-qadam, murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki gap ko'pincha isbot bo'lmaydi. Agar muammo bo'lsa, rasmiy ariza yozing. Arizada hissiyotga berilmang. Meni qiynashyapti, nega bunday deb emas, aniq yozing. Ism, familiya, JSSHIR, manzil, muammo mazmuni, qaysi sanada nima bo'lgani talabingiz. Masalan, bozordagi eski telefon raqamimni yangisiga almashtirishni so'rayman. To'langan qarzdorlikni yopib berishni so'rayman. Arizam nega rad etilganini yozma tushuntirib berishingizni so'rayman. 8-qadam. Qarindoshlaringizni ogohlantiring. Ayniqsa yoshi katta insonlar, internetdan kam foydalanadiganlar, pensiya kartasi borlar, yolg'iz yashaydiganlar, kredit olganlar, yaqinda uy sotib olganlar. Farzandi maktab yoki bog'chaga boradigan oilalar buni bilishi kerak. Ularga shunchaki ehtiyot bo'ling demang. Birga o'tirib telefon raqamini, bank kartasini, kommunal qarzini, pasportini tekshirib bering. 9-qadam. Firibgarlarga qarshi oila ichida qo'yda belgilang. Masalan, oilangizda hamma bilsin, SMS kod hech kimga aytilmaydi. Bank kartasi rasmiy hech kimga yuborilmaydi. Noma'lum havolaga kirilmaydi. Davlat xizmatidanman degan odam telefon qilsa, avval rasmiy raqam orqali qayta tekshiriladi. Shunda 6 avgustdan
keyingi o'zgarishlardan emas, firibgarlardan ham himoyalanasiz. O'yinchi qadam, vaqtni cho'zmang. Eng katta xato shu, odam muammo chiqmaguncha tekshirmaydi. Keyin bankda karta ishlamay qolsa, nafaqa kechiksa, ariza rad etilsa, jarima 2 barobar bo'lsa, yugurib qoladi. Aslida 20 daqiqalik tekshiruv ba'zan bir oylik ovora bo'lishning oldini oladi. Azizlar, 16 avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, hayotingiz yengillashadi. Ma'lumotlarda xato, qarzdorlik, eski raqam, nomuvofiq hujjat bo'lsa muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun vahima qilmaymiz. Lekin befarq ham bo'lmaymiz. Hujjatlarni tekshiramiz, bank raqamlarini yangilaymiz, qarzdorliklarni yopamiz, cheklarni saqlaymiz, kommunal hisoblarni tartibga keltiramiz va firibgarlardan ehtiyot bo'lamiz. Men sizlarga eng muhimini aytdim. Bugun tekshirgan odam ertaga navbatda asabiylashmaydi. Bugun hujjatini tartibga keltirgan odam arizasi rad bo'lganda hayron qolmaydi. Bugun ota-onasining kartasi va telefon raqamini tekshirgan farzand ertaga ularni firibgarlardan himoya qiladi. Sizningcha bunday o'zgarishlar odamlar hayotini yengillashtiradimi yoki aksincha boshida qiyinchilik tug'diradimi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda ham sizga qonunlar, to'lovlar, hujjatlar va kundalik hayotga ta'sir qiladigan muhim yangiliklarni oddiy tilda tushuntirib boraman.